Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga beadad salavatu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Bugun barcha dunyo tashvishlaridan qutqaradigan bir salovat sharifani e'tiboringizga havola etamiz. Qachon dunyo qiyinchiliklariga duchor bo'lib, undan qutulish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat yo'llab najot so'rasam, mukammal xotirjam va omonlikka erishdim. Ulamolar aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salovat aytganda boshqa ismlarni aytgandan ko'ra muborak ismlardan Muhammadni qo'shib aytgan afzalroqdir. Chunki bu ism haqiqiy bandalikning ifodasi bordir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, sizlar menga uzuq-yuluq, ya'ni oxiri uzilgan salovat aytmanglar. Agar salovat aytmoqchi bo'lsanglar, ahli baytim va sahobalarimni ham qo'shib aytinglar. Imom Qurtubiy aytadilar, har kim salovatni munfarijani, ya'ni salovat noriyani har kuni 41 yoki 100 va undan ko'proq marta aytsa, har qanday g'am tashvishi bo'lsa ko'tarilib, dunyo va oxirat ishlari osonlashadi. Uning uchun yaxshiliklar eshigi ochilib, rizq-u ro'zi farovon bo'lib, dunyo fitnalaridan, xususan ochlik, muhtojlik balosidan omonda bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Allohumma solli solatan kamilatan va salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tunhalu bihil uqadi va tanfariju bihil qurobi va tughza bihil havaiju va tunnalu bihil rag'aibu va husnul xavatim va yustaqal g'amamu bi vajhil karimi va ala alihi va sahbihi kulli lamhatin va nafsin bi adadi kulli mamlukun lak. Allohim mukammal salavatu salom ila sayyidimiz Muhammadga salovat yubor. Shu sabab mushkullar, qiyinchiliklar hal etiladi, g'am tashvishlar g'oyibdan yo'q bo'ladi. Ushbu salovatu salom ila hojatlar ravon bo'ladi, ehtiyojlar qondiriladi. Ushbu salatu salom ila orzu qilingan tilak va murodlar amalga oshiriladi. Xayrli oqibatlar, yaxshi natijalar ushbu salatu salom ila ro'yobga chiqadi. Uni hurmati uchun bulutlardan yomg'ir to'kiladi. Uni oilasi va sahobalariga ayni salatu salomni yubor. Shundayki, har on, har nafas senga ma'lum bo'lgan narsalar hisobicha. Mana shu salovatni, ya'ni salatan nariyani xohlasangiz 4444 marta o'qing. Har qanday niyatingiz ijobatda bo'ladi. Xohlasangiz 1000 marta o'qing, xohlasangiz 100 marta o'qing, xohlasangiz eng kami 41 marta o'qing. Har qanday sizning istagingiz, Allohdan so'raganingiz ijobat bo'ladi. Inshaalloh taolo hammamizning uyimizga qut-barakotlar, yaxshiliklar yog'dirsin. Allohim barcha yaxshi tilaklarimizga yetkazsin, ikki dunyo saodatini bersin. Sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga beadad salovatu salomlar bo'lsin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.